Rasululloh akram alayhissalatu vassalomga yahudiylar sehr qilganda u zotga sehr ta'sir qilishi u Allohning izni bilan va Allohning demak hikmati bilan bo'lgan. Rasululloh akram alayhissalatu vassalom o'shandan qancha unaqaligi ta'sirlanganlar qaysi darajada bo'lgan? Shu bemor bo'lganlar biroz holatlari og'ir nima kechgan. Haligi ravon odatda shijoatli bo'lgandilar, o'sha shijoatlar susayib biroz yotib qolganlar. Shunda farishtalar kelib Jabroil Mikoil alayhissalom, ikkita farishta kelib deganlar, boshimda oyog'imda turib aytdi. Bunga sehr qilingan dedi. Falon quduqda bor, shu tugunni yechib tashlaylar deganlar. U Alloh subhanahu va taoloning hikmati izni bilan bo'lgan. Ya'ni u zot alayhissalatu vassalomga zarar yetkazadigan darajada bo'lmagan u. Biroz faoliyatlarini susaytirishga harakat bo'lgan. Bu ham Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalomning misollarida sehrga muolaja qilishni yo'lini ko'rsatish bo'lgan. Hazrat Ali borib o'sha quduqni olib, haligi tugunni olib yechib, dam solishgan. Tugun bilan jinlarni bog'lash bu o'sha jinlarning ishi, o'sha folbinlarning ishi. Odatda qo'g'irchoqni bog'laydi, sochni bog'laydi, ipni bog'laydi. Har bitta ipni bog'layotganda o'shani nimadir o'shini tirsim duosini qiladi. O'sha ip o'sha duosi bo'yicha o'sha ipga bog'langan bo'yicha ular bog'lanib o'sha xizmatni qilishga majbur bo'ladi. Qilmasa ular o'zlarining kattalaridan dashnom eshitadi, ulardan kalta yeydi. Shuning uchun shuni qilishadi. O'sha tugunlarni yechib olish kerak. Yo'inki suvga oqizib olish kerak. Yoqmagan yaxshi. Ba'zilar yoqib yuboradi, yoqmagan yaxshi. Uni Qur'on o'qib suvga oqizib olish kerak. Endi ba'zi bir folbinlar bor, ba'zi bir lo'lilar bor, uyga kirib olib, daraxt tomirini tagida bir narsa bor deb da'vo qiladi. Ular odatda o'zi qo'yib o'zi oladi. Siz faqat sezmay qolasiz. U haligi fokuschilar harakat qilsa sezmaysiz u. Shuni singari sezmay qolasiz. Chunki jin insonning ko'zini sehrlaydi.